2025-yilning yakuni ham yaqinlashmoqda. Tan olishimiz kerak, bu yil biz uchun film, musiqa, anime va boshqa san'at sohalari uchun juda ham katta blockbusterlarni olib keldi. Bugun sizlar bilan bulardan eng yaxshilarini ko'rib chiqamiz. Ha, aytgancha, boshlashdan oldin menga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz qish fasli tugunguncha xullas nechidir mingta bo'lishimiz kerak. Bu yil filmlar ichida eng yaxshisi deb bemalol Dracula sevgi hikoyasi filmini aytishimiz mumkin. Luk Besson bizga ashaddiy qonxo'r maxluq antagonistni qalbini yaxshi tomonlama ochib bera oldi. Eng yaxshi serial. Menimcha bunga da'vogar ko'p, lekin faqat bitta serial bizni azartga sola oldi. Wednesday serialining 2-fasli. Tim Burton o'zini yana bir marta gotika janri ustasi ekanligini isbotlab qo'ydi. Eng yaxshi multfilm. Bu mavzuga unchalik tushunmayman, lekin 2025-yil uchun menimcha hamma tushundi. Bu albatta Zootopia 2. Keltirgan daromaddan tashqari u minglab va milliardlab tomoshabinlar qalbidan ajoyib o'rin egallab bo'ldi. Animeshiklar. Yilning eng yaxshi animesi bu Takopining ilk gunohi degan bo'lardim, afsuski, lekin bu statistika meniki emas. Yilning eng yaxshi animesi bu Solo Levelingning 2-fasli. Tan olish kerak, 2-fasl birinchiga qaraganda ancha balandroqqa uchdi. Yilning eng yaxshi musiqasi. Tan oling, bu musiqani bir marta bo'lsa ham eshitgansiz. Bu Bruno Mars va Lady Gaganing duet taronasi. Milliarddan ortiq tinglovchilar va yuzlab streamlarni portlatgan o'sha tarona. Yana bir marta kelayotgan yangi yil bilan sizlar bilan Shahrik bo'ldi. Akacha, nimadir qolib ketgan bo'lsa, kommentariya sizlarni kutib turibdi.